Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yana bir bor bu videoni tayyorlashdan o'zim avvalambor mamnunman va sizlar bilan shuni bo'lishayotganimdan juda ham xursand bo'lgan holatda ikkinchi unitni boshlash arafasidamiz do'stlar. Albatta bu videoni ko'rarkansiz, shunchaki ko'rib, keyingi videoga o'tmasdan o'zingiz ustingizda ishlang va bu so'zlarni har bittasini yozing, talaffuz qiling va ishlatishni o'rganing. Darajangiz oshgan sari albatta bu so'zlar juda ham oddiy bo'lib boradi va kunlik tartibga o'tkazish bu darajada qiyin bo'lmaydi. Xo'p, so'zlar bilan tanishishni boshladik. Collaborate. Menimcha ko'p IELTS o'qiyotgan o'quvchilar bularni ko'rgan. Collaborate birgalikda ishlamoq, work together. Bu yerda compete musobaqalashmoq, stop work to'xtatmoq va team up. Team up birgalikda ishlamoq. Mana shu so'z bo'lar ekan. Next one is despondent. Xafa. Ruhiyati tushgan, kayfiyat yo'q. Ma'nosida ill, depressed, angry. Bu yerda bizda ill, kasal, depressed. Mana shu depressed degan so'z kerak. Instigate. Turtki bo'lmoq, sabab bo'lmoq, keltirib chiqarmoq ma'nolari bor. Prevent oldin olma, predict oldindan bashorat qilma, cause degani sabab bo'lmoq. Aynan C javob to'g'ri ekan. Resilient. Resilient degani bardoshli. Resilient o'zi o'qilishni ham berib qo'ying. Resilient. Widespread keng tarqalgan. Slow to recover sekin tuzalmoq. Quick to recover tez tuzalmoq. Aynan shunisi C to'g'ri. Tez tuzalmoq ma'nosida kelmoqda bu yerda. Retrospect tarixga nazar tashlamoq, ya'ni ko'rib chiqmoq, o'tganlar oldingi narsalardan ko'z yugurtirmoq ma'nolari bor. Looking back, looking for excuses bahonalar uchun bahonalar qidirmoq, looking ahead oldinga nazar tashlamoq, looking back bizga javob bo'ladi. Asosan retrospect o'zi aytga kelmaydi. In retrospect mana bu yerda ham ko'rgan bo'lsanglar, in retrospect oldinga qaraydigan bo'lsak, in retrospect tarixga nazar tashlasak ma'nosi kelmoqda. Rudimentary eng kerakligi degani grammar book usually starts with rudimentary skills eng kerakli malakalar boshlanadi. Rudimentary mathematical calculations on my own. Basic, intermediate, advanced. Demak basic. Next one, scoff masxara qilmoq, ustidan kulmoq. Ridicule, watch, take seriously. Ridicule. Squelch. Squelch degani shu yig'i chiqmoqchi bo'lsa, shu yerda ushlab qolmoq. Squelch. Yoki bo'lmasa orzu umidlarni ichida saqlamoq. Squelch. Aytmoqchi bo'ladi, lekin ayta olmaydi, ichida saqlaydi. Mana shu ham squelch bo'ladi. Encourage, dalda beri hold back. Mana shunisi bizga sinonim bo'la oladi. Squelch degan so'zimizga release, nashr qilmoq, havoga chiqarmoq ma'nolari bor. Venerate. Venerate degani hurmat qilmoq, pity achinmoq, honor taraflamoq, remember demak, honor degan so'z tushadi. Honor. Hech o'qilmaydi. Honor o'qilmaydi. Honor. Zealot. Zealot degani biror narsani o'ta cho'qqisiga chiqqan yoki bo'lmasa biror narsa o'ta mukkasidan ketgan odamga nisbatan zealot hisoblanadi. Demak, extremist, observer, doubter. Demak, bizda extremist degan so'z bor. Demak, shu tushadi. Matching words with definition. Definition bilan moslab chiqamiz. Birinchisi, bring about by moving others to action, stir up. Qo'zg'atmoq ma'nosi kelmoqda ekan. Buni ham yozib qo'yasiz. Stir up degani qo'zg'atmoq. Bring about demak, bu yerga biz yozamiz instigate deb. Instigate ma'nosi men ham yozyapman, do'stlar. Erimasdan yozinglar. Bu so'zlar ham qayta keladi readingda. Fundamental, necessary to learn first. Rudimentary. Rudimentary. Able to recover from harm, illness. So'zimiz bor edi. Resilient. Resilient. Va spellinglarni oxirida tekshirib qo'yamiz. Resilient. Work together. Collaborate. Work together.
Next one, a person totally devoted to purpose cause devoted o'zini bag'ishlagan zealot. Zealot. Silence, suppress, crush. Silence, jimitmoq, crush, squelch. Next one, respect deeply, revere. Qarang, ajoyib so'z bergan yana bu yerda revere degan so'z. Hurmat qilmoq, o'ta hurmat qilmoq ma'nosi. Hop, adashmasam bu so'zimiz venerate edi. Downhearted, hopeless, overwhelmed with sadness, despondent. Despondent. Reviewing the past, consider the past events, retrospect. Retrospect. Make fun of, mock, refuse to take seriously, jiddiy olmaslikni, jiddiy olishni xohlamaslik. Hop, so'z bor edi. Scoff degan so'z bor edi. Demak, we have done with this vocabulary matching. Now let's check. You have got time, you can pause the video. Yes, scoff. Everything is okay here. Let's proceed to next exercise. Bu yerda har doimgidek you can see the words in a bunch of words in the box, right? We are going to match. Shu yerda o'zida yozib ketamiz. Of collaborate. My ability to speak Spanish is rudimentary. Bu yerga yozilsa rudimentary. Rudimentary. Next one is Jamie was or despondent. Des o'lgan itining orasida demoqchi. Demak, kunlikka tushgan. Xolos. Chet elda itlarini, endi o'zimizda ham shunday insonlar topiladi. Itiga biror narsa bo'ladi, kasal bo'ladigan bo'lsa yoki o'lib qoladigan bo'lsa, o'zini yomon his qiladiganlar bor. Adashmasam bitta kino bor edi, Jon Uik degan. Kim ko'rgan bo'lsa, ikkinchi qismida yoki bo'lmasa birinchi qismidamidi shu itini o'ldirib qo'ygan ko'cha bezorisini topib jazolash uchun deyarli 2 soat vaqt sarflagan kino bo'yicha. Deyarli buning uchun iti juda bir qadrli inson, qadrli bir oila a'zosi bo'ladi. The gang leader wasn't present in the robbery himself, but he was the one who had instigated. Ya'ni o'zi yo'q edi-yu, shuni boshlab bergan demoqchi. Instigated. Next one, the one is about banning nuclear weapons. She was walked for miles in protest march. Stood in the rain for hours during demonstration. Zealot bo'lgan, Zealot. Mother Teresa, who devoted her life to helping the poor, is by some people as a 20th century saint, venerated. Recorded in the 1920s, was the first car with front-wheel drive, but in those days, most people considered the idea ridiculous and scoffed at bo'ladi. Shundan kulgan. Mary and Pierre Curie collaborated. Good, yozilmoqda. Collaborated. Kim's parents negged her, so negged. Ikkaladi. And they finally squelched it. In retrospect. Fact. Va oxirgisi brazilian.